Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bo'lsin. Mush ayning 2-chi kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi sobiq raisi ve Merkezi Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa Belgiya poytaxti Bryusselda Politico tarafidan tashkillangan Yevropa siyosati boshliqlar uchrashuvi yig'iniga qatnashib, navbatda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning chegara halqigan bostirishini kun tartibga ekilish uchun lobby faoliyatlari olib borgan. Yevropa siyosati boshliqlar uchrashuvi yig'ini, ya'ni Yevro rayoni boshliqlar yig'ini deb ataladigan bo'lib, bu yig'in Yevro qo'llanadigan Yevropa ittifoqi davlatlari yoki hukumat boshliqlarining uchrashuvi yig'ini bo'lib, o Yevropa kengashi qarorlik o'tkazadigan Yevropa ittifoqi boshliqlar yig'ini yoki Yevropa ittifoqi rahbarlarining uchrashuvidan alohida farqlanadi. Bu yig'inga Yevropaning siyosatiga aloqador davlat rahbarlari, parlament a'zolari, siyosiy shaxslar va dunyoga dangliq siyosiy faoliyatchilar va axborotchilar qatnashadi. Bu qitimqi yig'in Rossiya Ukraina urushi, yeşil energiya, raqamlik dunyo, Yevropa Xitoy munosabati, savdo urushi va davomlashayotgan jug'rafiyalik siyosiy davolg'ish, iqlim o'zgarishi va uning Yevropaning yemaklik bexatarligiga ko'rsatadigan ta'siri, Atlantik okean halqigan ittifoq, urushdan keyingi davrda Yevropa va Amerikaning tinchligi va gullanishi, Yevropaning yangilik yaratish iqtidori va Xitoyda yasalgan raqamlik ulaslarga tayinishni azaytish, Yevropa fuqarolarini qo'g'dash, sun'iy aql iqtidoriga ega qurollardan tortib xalqaro aloqani qo'g'daydigan sun'iy hamrohchi bo'lgan olam texnikasida alohida yangilik yaratishni ilgari surish uchun qanday qilish kerak degan temada elib berilgan. Politiconing taklifi bilan bu yig'inga qatnashgan Dolqin Aysa apandi bu yig'in jarayonida majburiy emgak munosabatlik Yevropa parlamentining munosabatlik parlament a'zolari va Amerika, Turkiya qatorliq davlatlarning bosh elchilari bilan ayrim uchrashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning chegara halqigan bostirishi, Uyg'ur majburiy emgaki qatorliq masalalar haqida suhbat olib borgan va navbatdagi urush va qalayimqanchiliklar sababidan Uyg'ur masalasining kun tartibidan tushib qolayotganligini, aslida dunyoning diqqatining Xitoyda bo'lishi kerakligi haqida talab fikrlarda bo'lgan. Oldingi ayning oxirida Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Kosta-Rikada yosh liderlarni tarbiyalash yig'iniga qatnashib, Uyg'ur masalasini Latin Amerika davlati Kosta-Rikada kun tartibga kelgan. Amerikaning New Yorkdagi xalqaro kishilik huquq fondi bilan xalqaro tashkilot kanvasining o'rinlashtirishida Kosta-Rikada bir haftalik xalqaro liderlarni tarbiyalash yig'iniga qatnashgan Zumrat Erkin xonim bu bir haftalik yig'in jarayonida o'zining Uyg'ur millatidan ekanligini ve Sharq Turkistondan kelganligini, hozir mushu vaqtda Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urning Xitoyning jazo lagerlarida va turmalarda qirg'inchilik uchrayotganligini, qul ishchi sifatida Xitoyning arzon tovarlar sohasida majburiy emgaklarga selinayotganligini o'ttirib qo'ygan. Bu vaqtda telefon ziyoratimizni qabul qilgan Zumrat Erkin ma'lumot berib o'tgan. Men 9-ayning 20-sidan 9-ayning 26-gacha Kosta-Rikadagi bir hafta faoliyatda shu New Yorkdagi inson haqlari fondi bilan Canvas degan ishki tashkilot birlashib o'rnashtirgan tarbiyalash faoliyatiga qatnashdim. Bu faoliyat aslida bir yillik faoliyat. Dunyoning o'xshamagan yerlaridan 10 aktivist, 10 inson haqlari faoliyatchilarini yig'ib, yosh liderlarni yig'ib tarbiyalaydigan bir yillik program. Bu yilning ichida 4 ketim 100 tirani uchrashib, o'xshamagan davlatlarda o'xshamagan temalar ustida tarbiyalash programmalari bor. Bu ikinchi navbatlik tarbiyalash programmasi bo'ldi. Birinchisi Norvegiyada 5-oyda Oslo erkinlik munbirida boshlagan. Bu ikincisi hamda Kosta-Rikada o'tkazildi. Bu bir haftalik yig'inda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tajribali siyosatchilar, siyosiy faoliyatchilar, yosh faoliyatchilarga raqamli dunyoda da'voni qanday qilib berish, qanday qilib kengaytirish va xalqaro kun tartibga ekilish haqida leksiyalar so'zlagan. Zumrat Erkin xonim bu vaqtda qisqacha to'xtalib mundaq deydi. Bu bir haftalik program jarayonida nurg'unlagan o'qituvchilar kelib bizga shu tecrübelik 30 yıldak özlerinin
millet üçün xizmət qilgan və dövlət üçün dava qilgan adamlar və tədqiqatçılar Serbiyalik, Nikaragualık, Boliviyalık oxşamagan dövlətlərdən. Bular bizga hamda davani qandaq elib beriş, ən strategiyalik şəkildə dava elib beriş və davaga qandaq adam toplaş və avazimizni şu social medialarda, axbaratlarda qandaq anlatalayımız degan şu temalarda bizga dars bergan bo'ldi. Nəhayət bir mühim, nəhayət bizning davaga və başqa davalarga faydası var kurslar qatnaşqan bolduq. Hem hazırdan tatib mush öyrəngan nərslərimizni praktik qilib işlətkili bo'lgudek nusxasını öyrənib keldik. Ve bu ikinci ayda yana bir qitimliq programımız bo'lmoqchi. Hamda bu programma qatnaşqan her yilda nurg'unlagan odamlar iltimos qildi 200-nji. Bunun ichida hamda 2 Uyg'ur bu yil tanlanib, bunun ichida men bor va bizning Kevser Yasin degan singlimiz Harvardda o'quvchi. Singlimiz ikimiz Uyg'urlarning nomida bu programma bir yillik qatnashyapmiz. Dünya Uyghur Qurultayı muavin reisi Zümrət Erkin, Qurultayning sobiq reisi va Uyghur Kishilik huquq demokratiya markazining reisi Dolqin Aysalar 3 oktyabr Fransiya poytaxti Parijda xalqarалық o'lim jazosini amaldan qoldirish tashkilotining taklifi bilan Parijda ochilgan bu tashkilotning 25-yilligini xotirlash yig'iniga qatnashib, Uyg'urlarning dunyoda hammadan ko'p o'lim jazosiga uchraydigan bir xalq ekanligini o'ttirib qo'ygan. Buningdan 25 yil burun qurilgan xalqarалық o'lim jazosini amaldan qoldirish tashkiloti dunyodagi barliq insonlar tug'ilishdanla yashash huquqiga ega har qanday inson davlat yoki qonunning insonlarning yashash huquqidan mahrum qilish huquqi yo'q degan asos qilib faoliyat olib boradigan bo'lib, mazkur tashkilotning ahdnomasiga BDT ramkasi ichida imzo qo'ygan ba'zi davlatlar o'lim jazosini amaldan qoldirgan edi. Dolqin Aysa Efendining bildirishicha, bu qatimqi yig'inga Amerikaning Ohio shtatidagi bir o'lim jazosiga hukm qilingan mahkum tor orqali qaytilib, o'zining bir naqshisini taqdim qilgan. Bu yig'in ahlini qattiq hayajonga solgan bo'lib, stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa Efendi bugun Amerikadagi bir mahbus internet orqali bu yig'inga qatnashib, o'zining fikrini ifoda qila olgan mushu minutda millionlagan Uyg'urning telefon orqali yig'inga qatnashish emas, balki chet ellardagi tuqqanlar bilan ko'risholmaydiganligini ta'kidlab, buni yig'inda o'ttirib qo'yganligini bildirgan. Shunday qilib, endi bu tashkilot bilan biz yillardan buyon dunyo aloqa qilayotgan. Bugun bu tashkilotning ahamiyati shuki, chunki Uyg'urlar eng yiq o'limga hukm qilingan bir millat. Xitoy hukumati o'lim jazosi berilganlarni davlat sir qatori turib, keyingi vaqtlarda uni e'lon qilmaydigan bo'ldi. Hozirgacha qanchilgan Uyg'urlarni maxfiy shaklda, maxfiy sotlar bilan o'limga hukm qilganligi, qanchasini o'ltirganliklarini bilinmaymiz. Ama qatna bo'lishdan qat'iy nazar bo'libmi siyosiy sababdan o'limga hukm qilingan balkim dunyodagi bir qancha millatlarning biri bo'lishimiz mumkin. Bo'libmi Xitoyda siyosiy jihatdan Uyg'urlar o'limga hukm qilinayotgan birdan-bir millat deyalaymiz. Boshqalar balkim boshqa jinoiy ishlardan o'limga hukm qilingan bo'lishi mumkin, ama Uyg'urlar siyosiy jihatdan o'limga hukmga uchrayotgan bir millat. Shuningga bu tashkilotning bilan hamkorlashish, bu tashkilot vasitasi orqali Uyg'urlarning o'lim jazosiga uchrash ahvolini dunyoning kun tartibga akilish muhim. 4 oktyabr Amerika Uyg'ur jamiyatining yangi navbatlik rahbarlik qatlami Virginia shtatining Fairfax shahrida saylab chiqilgan. Ko'pchilik Amerikada cho'ng bo'lgan, Amerikani tushunadigan yangi yosh avloddan zo'r umidlarni kutadiganligini bildirgan. Amerika Uyg'ur jamiyatining 4 oktyabr o'tkazilgan bu saylamida rahbarlik hay'atiga Amerikada cho'ng bo'lgan yangi bir avlod yoshlari saylab chiqilgan bo'lib, Amerika Uyg'ur jamiyati uchun va shundaqla dunyoda Sharq Turkiston da'vosi elib berayotgan barliq tashkilotlar uchun yangi bir boshlanish bo'lgan. Amerika Uyg'ur jamiyati bu vaqtda ijtimoiy taratqushida Amerika Uyg'ur jamiyatining rahbarlik mash'ili yangi bir avlod yosh, parlaq va qizg'in Uyg'ur tashabbuschilariga yetkazildi. Ularning kuchi, tasavvuri va bu da'voga o'zini beg'ishlashi harakatimizning kelgusiga vakillik qiladi. Ularning rahbarligi umid
yangilik va xalqimizga jasorat va samimiyat bilan davomli xizmat qilish irodasiga simvol qilingan deydi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Turg'unjon Alovuddin apandi bu munosabat bilan Amerika Uyg'ur jamiyatining yangi navbatlik rahbarlik qatlamini tabriklab mundaq deydi. Yoshlar kelajakning umidi, muqaddas davoyimizning asosi. Navbatda yetilayotgan yangi bir avlod yoshlar fan texnika, til, chet ellardagi siyosat va xalqaro vaziyatdan qanday foydalanishni va qanday qilganda texmi ko'p yoshlarni da'vo sepimizga qo'shishni yaxshi biladi. Amerika Uyg'ur jamiyatining bu navbatlik rahbarlik qatlamining vazifasi texmi ig'ir. Shundaqla tajovuzchi Xitoy irqiy qirg'inchilik siyosatini hech to'xtatgani yo'q va Sharq Turkistonni mustamlik qilgandan beri bu qirg'inchilik davom qilyapti. Mana shundaq vaziyatda peshqadamlarning tajribasi, yoshlarning jasorati bilan bu yangi bir avlod yoshlarning mo'rini mo'riga tirib, kurash qilishini umid qilish bilan birga ularning xizmatiga utuq tilayman. Shundaqla yangi navbatlik Amerika Uyg'ur jamiyatini chin yurakimdan qizg'in tabriklayman. Yaponiyaning bosh vazirlik saylimida Erkin Demokratlar partiyasi nomzodi Sana Takachi xonim 4-oktyabrdagi 2-qatimliq saylamda utib chiqib, Yaponiya tarixida saylangan tunji ayol bosh vazir bo'lib qolgan. Sana Takachi xonim Uyg'ur masalasining ig'irligini tushunadigan yuqori saviyalik siyosiyon bo'lib, u kabinet ministri bo'lgan mezgilda Uyg'ur masalasi va Yaponiyaning davlat manfaatiga munosabatli masalalarda tavranmas siyosiy prinsiplarni saqlab kelgan oz sonli siyosiyonlarning biri. Saylan mezgilida Uyg'ur majburiy emgaki haqida, majburiy emgakning oldini olish va kishilik huquqni qo'g'dash uchun muvofiq qonun chiqarilishi kerak degan edi. Shundaqla bu yil 5-oyda Yaponiya Uyg'ur jamiyati o'rnashtirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Uyg'urlarning majburiy emgak masalasi va Yaponiya korxonalarining aralashish to'g'risidagi tekshirish dokladini e'lon qilib, muxbirlarga bu kishilik huquq masalasi, shaxsan meningcha Amerikaga o'xshash qonun chiqarilsa yaxshi degan bo'lib, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining muavin raisi bo'lgan Sana Takachi xonimning Yaponiya bosh vazirligiga saylanishi Yaponiyadagi Uyg'urlarni, shundaqla muhojiratlik Uyg'urlarni qattiq hayajonga solgan. Sana Takachi xonim 2022 yil 12-oyda Yaponiya parlamentida Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan o'tkazilgan parlamentlararo xalqaro yig'inda sobiq rais Dolqin Aysa apandi bilan ko'rishib, Uyg'urlarga hissdoshlik qilganligini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va majburiy emgakni cheklash uchun, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun majburiy emgakning ta'minlash zanjirining yo'qilishiga kapolatlik qilish, har qaysi davlatlarning kishilik huquqqa daxl taruz qilishiga qarta jazo va import cheklamasi moslashtirishning intayin muhimligini va Yaponiyaning demokratik asos qimmat qarashi bilan o'rtoqlashgan g'arb davlatlari bilan aktiv moslashib, aloqador qonunlarni teziltishni talab qilganligini ta'kidlagan. Ayni vaqtda Dolqin Aysa apandi Sana Takachi xonimga o'zining Xitoyning erkinlik to'zig'i degan kitobini taqdim qilgan edi. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.